Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana o'sha Sanimi Gaming. Bugun biz sizlar bilan men o'zim qurgan uyimni obzor qilamiz. Buni kreativda qurdim, nuda bloklarni oldim kreativda. Chunki bu joyda unaqa bloklar yo'q edi. Shuning uchun baho berasizlar, lekin Vyjvaniyada qurdim. Ana eritish, peritish, yasash, shularga o'xshashlarini. Короче, hozir boshlaymiz uy obzorni. Mana qaranglar. Mana shunday boshlanadi. Yo'q, qaranglar-da. Men tepasiga ham uy qurdim. Uy qurgandan keyin mana yopib qo'ygan. Xudo haqqi tepasiga uy qurdim. Ana 2 etajli bo'ladi. Men bu tarafiga uy qurgandim. Mana bunaqa turib ketganda, mana shunaqa turib ketgandi. Uy qurdim. Negadir qotib qolgan bo'lsa kerak. Bilmadim. Короче, qaranglar, ichiga sandiq hamma narsa qo'yib chiqqandim. Bittasi ham mashitga sandiq qo'ygandim. Mana bitta ovqat yeydigan joy edi. Mana bitta yotoqxona edi. Yo'q, botmasdi. Mana bitta yotoqxona edi. Mana bit vanna edi. Keyin qaranglar. Mana bittan chiqishida zina edi. Birinchi bo'lib mashina qurgandim men. Kiyim iladigan qilib. Bu hali ham kiyim iladigan-u, lekin men boshqa narsa qurgandim-da, jigarlar. Vashshe boshqacha edi. Ko'rganinglarda hozir hayron qolib ketardinglar. Mayli. Mana. Vashshe zo'r edi oldingisi. Mana bitta poyezd yo'li bor edi. Men bittan poyezd bilan ketardi. Tushib ketdim. Keyin mana bitta ferma bor edi. Anaqa yo'q, bog' bor edi. Mana bitta hayvonlar fermasi bor edi. Hammasi o'chib ketibdi kartadan. Nimaga o'chirib yuboradi? Yo'q. Aytinglar, tushuntirib beringlar menga. Mana bitta kovlagandim-da men. Mana mashitlarni. Mashitda baliq tutadigan joy bor edi. Yo, nimaga o'chirib yuboradi? Savolda. Nimaga o'chirib yuboradi? Короче, do'stlar, men vashshe tez ko'tarilib ketyapman. Nima desam bo'la? Kecha 400 bitta edim. Bugun 434 taman. Aktiv vashshe bomba bo'lyapti. Короче, hammaga yer nimani urib bo'lmayapti. Короче, hammaga xayr. Paka.